Assalomu alaykum YouTube kanalini nima deyman? Assalomu alaykum YouTube kanalining ko'ruvchilar, obunachilari, xalq. Sizlarga men murojaat bilan chiqyapman. Men Namangan shahri Mingbuloq tumanida yashayman. Mingbuloq tumani Qo'rg'ot mahallasida Shifokor ko'chada yashayman. Mening mahalla komitetim Qo'rg'ot mahalla komiteti Nodira menga kun bermayapti. Men bilan urushaveradi. Chunki meni yomon ko'rib qolgani, men o'tgan yili sentyabr oyida o'g'limni to'yini o'tkaza olmasdan pulim yo'qligidan kredit so'raganman 10 million kredit berib tur. O'g'limni to'ylarini o'tkazib olay deganman, bermagan. Shundan keyin bir-birimizga dushman bo'lib qoldik. Urushganman, men ham jahlim chiqqan. Boylarga beradi kreditni, 14% kredit beradi boylarga. Kambag'allarga yo'qmi? Uni prezidentimiz Mirziyoyev prezidentimiz xalq uchun, kambag'allar uchun chiqargan, u boylar uchun emas. O'sha 14% kreditni. Hech bo'lmasa 10 million beringlar desam menga bermadi. O'g'lim to'yini undan 10 kilo guruch, bundan 4 kilo go'sht qilib, ertalabga osh qilib, o'g'lim to'yini o'tkazdirdim. O'zim Toshkentda Madikor bozorida ishlayman, Chorsida. Studentim bor, studentimga yetkazayman, qaysi biriga yetkazay? Onamning eshigida o'tiraman. Menga yo'l ko'rsatinglar, kimdan yordam so'ray? Hokimga kirdim, hokim kirgizdirmadi bugun ertalab. Undan keyin shaharga ketdim. Bugun qabul kuni emas, dam kuni deb kirgizishmadi meni. Hozir uyimga uchastkovoy kelibdi. Mahalla komitetini nima deding? Seni qamaymiz deyishyapti. Men kimga boray? Kimdan yordam so'rayin? Ey xalq, YouTube obunachilari, menga yordam beringlar. Prezidentim menga yordam bering. Nimaga siz shunaqalarga qaramaysiz? Mahalla komiteti aytayaptiki menga, sen bor, qayga borsang boraver deyapti. Prezidentga borasanmi, kimga borasan deyapti. Hech kim haydalmaydi meni deyapti. Kimga borasan ham hammasi menga jo'natadi. Qo'limdan hech narsa kelmaydi deyapti. Hokimga kiraman dedim, hokimga kirgizmadi. Kimdan yordam so'rayin? Madikor bozorda ham qishiga ish yo'q. Qaytib kelyapman. Studentimni kontragini to'lashim kerak. Onani eshigida o'tiraman. Nima qilayin? Kim bizga quloq soladi? Oddiy xalqqa kim quloq soladi? Mahalla komitetiga chiqadi, boylarni ishi bitaveradi. Bizda kambag'allarni ishi qayda bitadi? Iltimos yordam beringlar menga. Yo'l ko'rsatinglar.